ordu işlerini Uluzbegi Xudaydatqa topshirib berishga xotirjam bo'lolmay, hamma ishlarni yetib turib nazorat qilatdi. Amir sarkardalarning kundalik salomini yetib turib qabul qilatdi. Ma'lumotlarni anglab farmon tushiradi. Xonning ig'ir kasal turibmi hamma ishlarga chat kerivilishidan, o'ziga ishonmaganligidan ranjib qolgan Uluzbegi Xudaydatmi beshini ichiga tiqib olib bir chatga chiqib olgan edi. Uzun qish ana o'sha yo'sinda o'tib ketdi. Biroq Sulton Shirmuhammad xonning kesilida qilchilik yaxshilanish bo'lmadi. Ko'klam kelishi bilan yo'talmisimi qon tukiradigan bo'lib qoldi. Kesilining saqaymaganligidan ichi pushibmi yoki Shahzoda Uvays xonning dergini texija ololmaganligidanmi va yoki kundan kunga adavotgan ziyoda gumonxo'rligidanmi aytovur terikak sabra bo'lib qolgan edi. Amir sarkardalarning yo'shirin til beriktirib o'ziga qarshi harakat pilolashidan ansirab, barliq cho'ng kichik amir sarkardalarni kuniga 2 vaqt, gohida 3-4 vaqt yiniga chaqirtatdi. Yo'qolan sabablar bilan kimlarnidir tillaydi. Kimlarningdir mansibini tövallatib, kimlarningdir mansibini o'stiradi. Kimlarnidir jazoga buyurib, kimlargadir in'om beradi. Ish qilib, yeli degan gapi yeli yo'q edi. Amir sarkardalarni yurik oldi qilayotgan edi. Shahzoda Uvays xonni hozirgacha tutib oldimga aytganmidim deb yotish begi bilan ostona hokimini 2 qitim dumbalatdi. Amir sarkardalarning hammasi Sulton Shirmuhammad xondan bezor bo'lishga boshlagan edi. Lekin hech qaysi ko'nglidagini teshig'i chiqarishga petinolmaydi. O'rik olib bo'lishga boshlaganda Qumuldan o'rdiga ma'lumot keldi. Xon oliylariga ma'lum bo'lg'ay, dedi Uluzbegi Xudaydat atiganlik Qubulda kasal azobida yotgan xonga yaqinlab kelib. Qumul noib amri Supurgi Mirzidan jiddiy ma'lumot keldi. Ma'lumotda deyilishicha, Mo'ng'ullar Boris yo'lni besib olib, Qumulga tahlika silib etibdi-dak. Sulton Shirmuhammad xon o'ltirishib, o'rg'a o'xshab qolgan günsiz ko'zlarini avval Uluzbegiga, andin boshqa amirlarga tikdi. Lekin suvon surmadi. Yo'llagan ma'lumotiga xonning toza ishonmayotganligini his qilgan Uluzbegi qo'ynidan Qumul amiri Supurgi Mirzining yozgan ma'lumotini chiqarib, ehtirom bilan uzatdi. Xon titrab turgan qo'llari bilan ma'lumotni elib, shundaqli ko'z yugurtib bir yonga tashlab qo'ydi. Mo'ng'ullar xelidan beri saltanatimizga ta'arruz qilishga petin olmay kelgan edi, dedi Uluzbegi yana eg'iz echib. Ko'klam kirmayla Boris yo'lni besib otdi. Ahvoldan qaraganda ular buninglik bilan bo'ldi qilmaydigandek qiladi. Ol ofatga boshli chora tadbir ko'rmasak, ati o'gun Qumulni qo'ldan berib qo'yishimiz mumkin. Qashqar texchilar Mirza Ulug'beyning qo'lida turibdi. Bu do'ram Mo'ng'ullarga qattiqroq tegib qo'ymasak, buyuk tasarrufimizning texmi ko'p ta'arruzga uchirishi turg'anligi. Shunga oliylari farmon bersa, bir tuman sarkarda lashkarni dil xohlab, Qumul amri bilan billa jazo yurish qilib, Mo'ng'ullarning qo'lidan Boris yo'lni qaytirib olg'aymiz. Xon oliylari farmon bersalar, dedi boshqa sarkardalarmi Uluzbegini qo'llab. Qumulni Mo'ng'ul tahlikasidan qutuldirib, Boris yo'lni qaytirib olaydi. Sulton Shirmuhammad xon hech nimani anglamagandek ifodasiz yotdi. Ha, jimjit yotganda qilgan bilan ko'ngli tinch emas edi. Mening ahvolim bu.
Özümning hojitimdan o'zim chiqolmayman. Ulug'begiga lashkar tortishga farmon bersam, lashkarlarni dil xohlab olsa, Ostonaning mudofiasi ojizlab ketdi. Lashkari yurishga yorliq elib olgan Ulug'begining sadoqatiga bir nima deb bo'lg'ili bo'lmaydi. Havo ilib qoldi. Qishdan beri midirlamay mökib yotgan shahzodimi? Shu badbaxt Mo'ng'ullarga o'xshash enidan chiqdi atimolim. Endi jim yetavermaydi. Navoda pam bilan kelib Ostonaga tegish qilib qolsa, qeyb qolgan lashkarlar bilan qandoq taqobil turman? Sarkatlar mendak Azroilning dargohiga yiqilib qolgan xonga sadoqat ko'rsatishdan yaltiyib, kuch-qudrati urg'ib turgan shahzodaga al bo'lishni xohlamaydi deb kim huddi qila oladi? Maylilar, Mo'ng'ullar Borisgulga shukr qilmasa, qo'milga qanoat qilur. Ammo sallamaza saqaymig'icha lashkari yurishga farmon berish oqilonalik bo'lmas. Tangrim, mushundoq bir paytda bu nejiz kasal ajabni choplashdi-ku menga. Tezroq shifo topsam bo'ladi. Yoki o'rdadagi hakimlar kesalimga yaxshiroq dori qilmayotgandigandi. Xap. Elimi o'rda sirtida, el yurtda qandoq fitna fasod paydo bo'ldi. Buni bir Alloh biladi. Bular til biriktirib meni aldayotdi. Avam ra'iyatning ahvolidan, o'y xiyollaridan ma'lumot bermayotdi. O'rdada tabriqchilikning bosh ko'tarayotganligini ko'nglim to'yib turibdi. Kesaldan saqay olay cho'qini. Ularni aldamchilik qilganiga, sadoqatsizlik qilganiga, toji taxtimning ulini ko'lig'iniga to'yg'izman-ku. Xap. Shahzoda Uvaysxonni o'z qo'lim bilan tutib kelmaydigan bo'lsam, o'ldirmasinlar. Yana bir necha vaqt ta'xir qilsinlar. Garchi hozir ko'klam pasli bo'lib, Ostona ilib qolgani bilan Borisgul taraflar tex so'g'oq. Bu lashkari yurishning muvofiq payti emas. So'g'oqda lashkar tortqonning dardini yat kuch tortdiq. Oldiroq sonliq qilmayli. Ulug'begi Xudoydat yana gap qilsa oson achchiqlanadigan bo'lib qolgan xonning terikib qolishidan, qo'pollik bilan silkib o'tishidan ansirab bosh egib turishga majbur bo'ldi. Yana bir tarafdan xonning ko'rsatgan yo'qlang bahonasidan umidsizlanib qolgan edi. Lekin ko'ngli to'limi parakanda edi. U Qashqarni Mirzo Ulug'begning tortib olganidan qanchalik o'kinsa, shu topda Mo'ng'ullarning Borisgulni besib olganidan-mu shunchalik o'kinatdi. Tit bo'ladi. Mo'ng'ullarning Borisgulda kichikkina yurtga qanoat qilmaydiganligiga, mushunda qo'l qovushtirib turaversa, ati o'gin qumulnimi qo'ldan berib qo'ydiganligiga ishonatdi. Eg'ir kasal azobida ingrab yotgan xonning nima uchun tuturuqsiz sabablar bilan Mo'ng'ullarga qarshi lashkar tortishga farmon bermaganligining sababini qiyos qiladi.
Büyük xonadon mushundoq bir iste'dodsiz xonning qo'lida vayron bo'lib ketarmi? O'z tasarrufini al ulusini yotlarning ta'arruzidan qo'g'day olmagan odamning saltanat sohibi bo'lishga qandoqmi layoqati bo'lsin? Bu degan ajdodlar oldida nomus, avlodlar oldida jinoyat. Rost, xon hozir menga ishonmaydi. Elg'o mankaman, yiqilirg'im ishonmaydi. Shu sababdan lashkar tortishiga farmon bermayotidi. Mo'ng'ullar navoda qo'milni besib olsa, yurak texmi yo'g'inaydi. O'l chaqda qo'milg'ili shukr qanoat qilmay, turpang'imi ko'z tikidi. Büyük tasarrufimizni to'liq istilo qilishdanmi yonmasligi mumkin. Turpanni muhofazat qilishda qo'mil mo'yin o'tkal. Qo'milni qo'ldan berib qo'ysak, turpanni saqlab qolmak basi mushkul. Xon oliylari buni tushunmamdi. Rostini aytsam, xon oliylarining iste'dodsizligini faqat yoqtirmayman. Shahzoda Uvays xonning buyuk saltanatga posibon bo'lib, yurtdorchilik qilishini orzu qilaman. Biroq hozir Mo'ng'ullar zaminimizga ta'arruz qilib turganda, bosqinchilarni tashlab qo'yib, nadiliki hayot tiriklikka noaniq shahzodani izlashim mumkinmi? Unda qilsam, xalqi olam oldida riyokor, badniyat, tuzkor degan atoqqa qolmamdiman. O'lisbegilik shon shuhratimga dog'dakiz olmamdiman. Ma'qul. Xonni mang'o ishonmadi deyli. Undaqda o'zi ishini degan sarkardisiga bir tuman lashkar bilan qo'mil amriga hamdam bo'lishqa, qo'milni mahkam saqlashga farmon bersa bo'ladi-ku. Qo'milda lashkar oziq-tulik yetarlik emas. Navoda Mo'ng'ullarning hujumiga uchrab qolsa, uzoqqa bardoshlik berolmaydi. Qo'milni qo'ldan berib qo'ysak, o'rnini to'ldirib olg'usiz ziyon. Pushaymonga qolamiz. Shu topda Shahzoda Uvaysxon nadikin? Nemish qilyotidi-ekan? Ish bo'lmaganda Navram Said Ali olib biror xabar berish kerak edi-ku oxir. Ularning nadiligini bilsam, xonning ahvolini, al yurtning, taxt saltanatning beshiga kelish ehtimoli bo'lgan xavfni bildirib qo'ysam bo'ladi. Shu topda Shahzoda oliylari ostonaga kelsa, xonning ahvoli yaxshi bo'lmagandan keyin barliq amir sarkardilar bilan o'rdada qurultoy chaqirib, xonni taxtdan tushirib, Shahzodani xonlik taxtda o'ltirg'izishning amalini qilg'ili bo'ladi. Xon ig'ir kasal bo'lgan ahvolda qurultoy chaqirish orqali xon almashtirish azaldan bor qoida-ku. Bu ish saltanat yo'sullariga hargiz muxolif kelmaydi. Amir sarkardlarning ko'pinchisi bu taklifni qo'llaydi. Ulusbegi Xudoydatning o'y-xayollarining tegi yo'q edi. Muvaffaq bir chora amal topolmay tit bo'ladi.
Orda tüyüpleridan xonning ahvolini tafsiliy so'rab baqdi. Alilerinin öpkisi yeringdigan. Kesilining silg'i o'zgarib ketish ehtimoli cho'ng. Undan boshqa börek bilan yurakda ig'ir zaiflik bor. Bu yaqinda saqayib ketalishiga ishonch qilolmaymiz. Deyishdi tüyüplar amalsızlıqını bildirib. Ulus begini qattiq g'am besib olgan edi. Chunki Navoda Sultan Shirmuhammadxon mushundaq yetib tuyuqsiz qazo qilib ketsa, Mo'g'ullarga qarshi turish ishlari bir yonga qayrilib qilib, o'rtada ichki qalaymaqonchilik, nizo bo'linish kelib chiqatdi. Bu Mo'g'uliston saltanati uchun Baris ko'lni besib olgan Mo'g'ullarning tahdididanmi necha hassa xatarlik edi. O'rdadagi amir sarkardalar faqat marhum xon Tug'luq To'mirning jamiyatiga bo'ysunardi. Ulus begiga hargiz bo'ysunmaydi. Garchi Sultan Shirmuhammadxonning ikki o'g'li bo'lsa-mu, texi yeshi kichik edi. Saltanat ishlarining huddisidan chiqolmaydi. Navoda ulardan birarini dadisining taxtiga o'ltirg'izib qo'ysa, o'rdadagi amir sarkardalar bolaxonning go'dakligidan foydalanib, o'z maqsad muddalariga yetishga urinadi. Yana bir tarafdan taxt sohibi qonunlashib qolatida Shahzoda Uvays xonning taxt saltanatni qo'liga elishi tasga tushadi. Toji taxt majrasi qaytadan bosh ko'tarib, behuda qon to'kiladi. Mana shu bir talay ehtimolliklar tufaylidan Ulusbegi Xudoyidat Shahzoda Uvays xonning derikini elishga oldirab qolgan edi. O'rdadan xeyli kichik silingan Ulusbegi qasri, bezilishi, hashamatlikligi jihatdan o'rdadan qilishmaydi. Ustida to'liq qurollangan ikki nökar bemalol u yoqdan bu yoqqa o'tishalaydigan 15-16 gaz egizlikdagi qo'riqtam xuddi qal'a sepilidek qasrni mustahkam o'rab turadi. Nökarlar qo'riqtamning ustida kech-kunduz kuzatib turadi. Ulusbegi qasrimi tashqari ho'yla, o'ttiri ho'yla va ichkirki ho'yla deb 3 qismga bo'linadi. Tashqirqi ho'ylada xizmatkorlar, nökarlar turadi. O'ttiri ho'ylaga turpanning klimatiga mos keladigan turlik mevalik daraxtlar qo'yilib bino qilingan bog'cha bilan birlashtirilgan hashamatli saroy joylashgan edi. Ichkirki ho'yla haram edi. Qasrning ichi ajoyib tintasliqqa cho'mgan edi. Ulusbegi Xudoyidat Ora ho'yladagi saroyning ichkirisiga joylashgan etikobxonasida chaza qurib o'tirganicha oldidagi rahilga engishib Qur'on tilovat qilyotdi. Shu asnoda mahram yigit etikobxonaga tan bilan kirib keldi. Va Qur'on o'qiyotgan Ulusbegining diqqatini bo'lmaslik uchun eshik tubida bir pas qo'l bog'lab turdi. Ulusbegi mahramning surur ish bo'lmasi kirmaydiganligini biladi. Shundaqdimi o'qib yermidan oshgan parini tugitib o'tish uchun diqqatini bo'lmadi. Mahram yigit kumush shamdondagi shamning piligi chechaklab toza yo'riq bermayotganligini his qilib, putining uchida mengib kelib, shamning piligini parlab qo'ydi. Oradan bir cho'gunchoy qaynamachilik vaqt o'tganda Ulusbegi Qur'onni yepib qo'yib, qisqali duo qilgandan keyin nima ish deganni qilib mahram yigitga qarab qo'ydi. Hazratimga ma'lum bo'lg'ay, dedi mahram yigit qo'l bog'lab turib. Amirzoda Mir Muhammad Shoh janoblari bilan Solih Xo'jalar ijozatlarini kutib turdi. Boshlab kirsinlar. Xo'sh. Mahram yigit chiqib ketib, daqiqa o'tmay Ulusbegining cho'ng o'g'li Mir Muhammad Shoh bilan Solih Xo'jalarni boshlab kirdi. Assalomu alaykum, dedi ular salom berib.
Va alaykum assalom. Xo'sh, joy olsunlar. Ular supining töven tarafidagi ta'tilla yekandozdan yukinib o'ltirishdi. Qani xo'sh. Malika Sulton Xotun Shahzoda oliylardan xabar berdimi? Farmonlariga binoan, dedi Mir Muhammad Shoh javob berib. Amir Kabir qasriga o'ttiranchi kelinlarni avatgan edim. Malika Sulton Xotun bilan ko'rishib, shunda xabar ilib keldiki, Shahzoda Uvaysxon oliylarining bu 4-5 oydan beriqi ahvolidan ularmi xabarsiz ekan. Bu qanday ish bo'lib ketdi endi? Shahzoda oliylari yo onasi bilan aloqalashmoqda, yo men bilan. Kutilmagan biror ish bo'lib qoldimi yo? Xudo o'z panoyingda saqlag'aysan. Ulusbegi xiyolini yig'ishtirib o'g'liga qaradi. Og'achilardan so'rab baqdilimi? Malika Sulton Xotunning ahvoli qandoqroq ekan? Salomatligini deyman. Malika Sulton Xotunning ahvoli yaxshi ekan. Biroq kichik malikasi Maxtum Suluxinem betap bo'lib qolgan o'xshaydi. Kesiri ig'irmikan? Shundoq o'xshaydi. Malika Sulton Xotun Ulusbegi hazratlariga yetkazib qo'ysalar, mumkin bo'lsa qasrimizga o'rda teviblardan birarsini avatib, Malikamning kesilini davolatib qo'ygan bo'lsa, shahardagi teviblarning do'risi toza kor qilmayotdi debdi. Ulusbegi bildim deganni qilib beshini langshitdi. Boshqa ish bo'lmasa, orom olsunlar. Xo'sh. Mir Muhammad Shoh bilan Solih G'o'jidor asta o'rnidan turishdi. Og'achilarga topilsalar, dedi Ulusbegi o'g'liga qarab. Til zaboniga hezi bo'lg'ay. Malika Sulton Xotundan Shahzoda oliylarini derikliganligimizni hech kimga tinmag'ay. Xotirjam bo'lsalar buzrukvarim. Mazlum kishining ichida gap yotmaydi. Har holda qattiq chekilisizlar. Kundoshlariga bu to'g'riliq ig'izlanmag'ay. Mir Muhammad Shoh bilan Solih G'o'jidor chiqib ketdi. Usuliqi tavlar bormikin hazratim? So'radi mahram yigit. Qusumidim. Putum sal o'yishib turdi. Mahram yigit Ulusbegining putini yumshoq tutishga kirishdi. Odatda Ulusbegi orom olmog'icha mahram yigit uxlamaydi. Navram Said Ali olibmi jimib ketdi? Yoki u Shahzoda oliylar bilan birga emasmidi? Undoq bo'lishi mumkin emas. Kuzda oxirgi ketim xabar ilib kelgan choparman. Shahzoda oliylarning singlisi Uz Sulton Xinimni Said Ali olib nikohlab berganligini aytgan edi. Shundoq ekan, u Shahzoda oliylardan texmi ayrilanmaydi. Zodi nemish qilib o'tirgandi. Ajab jimib ketishdi-ku. Bu chaqqicha oz deganda 2 qitim choparman kelish kerak edi. Ulusbegi navrisi Said Ali Olibning Shahzoda Uvaysxonning yenida ekanligini, hatto o'g'li Mir Muhammad Shohdan sir tutgan edi. Uzoq o'tmay eshik tubida Solih G'o'jidorning yo'talgan ovozi anglandi. Bu uning Ulusbegiga yetkazadigan muhim gapi chiqib qolganligini bildiradi. Ulusbegining ijozatisiz mahram yigitdan boshqa hech kim xohlagancha usib kirolmaydi. Mahram yigit tez o'rnidan turib sirtqa chiqdi. Eshik tubida Solih G'o'jidordan boshqa yana bir yo'chin kishimi bor edi. Hazratimga yetkazsizlar. Shahzoda Uvaysxon oliylarining qishidan choparman keldi. Mahram yigit darhol qaytib kirdi-da Solih G'o'jidorning gapini yetkazdi.
Shahzoda Uvays xonning qishidan chaparman kelganligini anglab, Ulus begi birdilla ruhlandi. Darhol kirsin. Avval Salih Xo'jadar. Andin Shahzodaning chaparmani eshikdan kirib, Ulus begiga salom berdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dedi Ulus begi bir oz qimirlab qo'yib va sham yo'rqida chaparman yigitning chiroyiga sinchilab qarab, xeyli xotirjam bo'ldi. Bu Shahzoda Uvays xon bilan Ulus begining o'rtasida aloqachilik qilayotgan yigit edi. Mahram yigit bir patnusda 2 piyola sharbat elib kelib, Salih Xo'jador bilan chaparman yigitga tutdi. Boshqa ish bo'lmasa, men chiqay. Dedi Salih Xo'jador. U Ulus begining har doim chaparman bilan xos so'zlashadiganligini obdan bilardi. Shunga o'zini so'rgan edi. Chiqaversizlar. Ammo sagakrak yotarlar. Ostoniga qachonroq keldilar Olchinbay? Peshin bilan asrning orqida. Xufiya paydoqchilarning ko'ziga chiliqib qolmay deb, dangda orom ilib, hozir kelishim. Ulus begi Olchinbayning chechanligiga qoyil bo'lib, rozimanlik bilan beshini langshitdi. Ehtiyot qilganlari baland bo'pti. Xo'sh, Shahzoda oliylari hozir nada panohlanayotadi? Turkistonda hazratim. Turkistonda? Yondirmalab so'radi Ulus begi taajjublangan holda. Shundoq hazratim. Shahzoda oliylari bilan Amirzodam hozir Amir Shayx Nuriddin oliylarining dargohida. To Xudoyim, mau yigitlarning qilgan ishini ko'rmamdigan. Ularning Turkiston amirining dargohini panoh tortib berishini xiyolimga keltirmabdikanman desa. Shunga xeylidan beri el-yurt tinjib qolgan ekanda. Sultan Shir Muhammad Xonning oyg'oqchi jasuslarining ularning derigini ololmag'ini bekor emas ekan. Shahzoda oliylari qachondan beri o'l dargohda turyotidi? Sultan Shir Muhammad Xon oliylari qorong'i yog'liqdan lashkar chekindirgandan beri. Dedi Olchinbay gapini davomlashtirib. Shu chog'da biz mu qorong'i yog'liqqa borgan edik. Kechisi xonning qarorgohiga shapxon urib, muddaoyimizga yetolmadik. Xon Shahzoda bilan Amirzodamning ajal qilichidan qutulib qoldi. Shuning bilan biz chekinib, atsi Amir Shayx Nuriddin oliylarining qarorgohiga bordik. Ulus begi qorong'i yog'liqda Sultan Shir Muhammad Xonning chidiriga qilingan kechilik hujumning ahvolini o'g'li Mir Muhammad Shahdan anglagan. Hamda Turponga qaytib kelgan Sultan Shir Muhammad Xonmo bu hujumni ko'ptirib so'zlab, hujumni Shahzoda Uvays Xonning qilganligini aytib, dodlab bergan edi. Ammo Ulus begi Xon oliylari giliga tamoq turib qolsa-mu, ko'tiga yalchaplashib qolsa-mu, Shahzodadan ko'radi. Bu balkim Turkiston amirining qilgan kechilik hujumi bo'lishi mumkin. Xon oliylari qo'shin chekindirishga bahona topolmay, Shahzoda oliylariga do'ngab qo'yibotidi. Maqsadi sarkarda lashkarlarning orasida men jafo tortib vatanimizga tahlik silayotgan yovga taqobil turyotsam, Shahzoda biz tarafda turmay yovga ko'maklashdi deb Shahzoda oliylariga batnam sovab, obro'yini to'kmoqchi deb o'ylab ishonmagan edi. Qoplonning yuragini yavolganlarning qilgan qaramliqini qarmamdigan. Nachchi tuman lashkar joylashgan qarorgohga tap tortmay shapxon uribdi-da. Aslida xon oliylari shularning sababidan yo'ndi ko'lchikida mo'kib yetib, kesal tepib olgan ekan. Kechisi shapxon urib, xonni qattiq cho'chitgan odam nemishqa atsi Turkiston amri bilan billa xonni qo'g'lamagan bo'lg'iydi. Baland fursatni qo'ldan berib. Shahzoda oliylar bilan Amirzodam salomatmi? Xudoga shukr, tinch omon turyotidi.
xabar bermay shuncha uzun jimib ketishdi-ku ular. Hazratimga ma'lum bo'lg'ay. Turkistonga borgandan keyin shahzoda oliylari oshiqlik kesiliga giribtor bo'ldi. Oshiqlik kesiliga? Ajablanib so'radi Ulus begi. Shunda hazratim. Shahzoda oliylari Turkistonga borgandan keyin Amir Shayx Nuriddin oliylarining malikasi Davlat Sulton Qinimga oshiq bo'lib qoldi. Olchinbek Turkistonda bo'lgan ishlarni yepidan yengmisigacha so'zlab berdi. Bu chaqqicha ol oshiq mashqlarning to'yimi bo'lib bo'ldi atimolim. Dedi Olchinbek gapini xulasalab. Shahzoda Uvays xonning to'y qilmoqchi bo'lganini anglab, Ulus begi ham ajablandi, ham xushal bo'ldi. Shahzoda oliylarining har yerlarda qonqib yurib, oxirida Turkiston amriga ko'yog'ul bo'lib qolgani ajoyib ish bo'ldi. Bu mu taqdir iroda. Nikoh g'oyib debdigan. Inson peshonasiga putilganini ko'rmay iloji yo'q. Balkim bu shahzoda oliylarining ko'ngliga pukkan ishlarining qutuqliq bo'lishining bir beshoratidir. Sulton Shirin Muhammadxon ig'ir betap bo'lib yotgan mushu kunlarda Turponga tezroq yetib kelsa, ishlar osonga tushadi. Shahzoda qiynotisidan lashkar so'rab yurmasa, navoda Turkiston lashkarlarini boshlab kelsa, o'rda ichi sirtida uni vataniga yotlarni boshlab keldi deb fitna bo'ladi. Hozirgi ahvolda uning lashkar boshlab kelishining hojati yo'q. Sulton Shirin Muhammadxonning hozir saltanatni tizginlab turg'udak madori qolmadi. Buni bir qism amir sarkardalar his qilib yetdi atimolim. Heletin men xushamad qilishga boshladi. Qurultoy chaqirib, xonni almashtirish muddaoyimni bildirsam, hech kim qarshi chiqishga betin olmaydi. Nimani degan bilan lashkari devon yanada mening ilkimda. Ulus begi xiyolini yig'ishtirib, mahrimiga qog'oz qalam keltirdi-da, xat yozishga boshladi. Shahzoda oliylariga tezdan yetkazib bersizlar, dedi Ulus begi xatni Olchinbekka berib. O'zlarini Solih G'ojidor hozirda shahar qo'qidan chiqarib qo'ysin. Shahzoda oliylarining qishig'a qancha tez borsalar, shuncha yaxshi. Amirzodamning og'itisi Uz Sulton Xinim validasiga bir parcha xat yozib bergan edi. Amirzodammi o'l qiynonisi bilan cho'qim ko'rishib kelishimni topilgan. O'zlar bu ishlardan xotirjam bo'lib mengayversalar, xatni o'zim yetkazib beraman. Shahzoda oliylariga bu maktubni yetkazish hammadan muhim. Yo'lda hargiz ayol bo'lmasalar, qattiq ehtiyot qilg'aylar. Turkiston Ujma olib bo'lgan mazgil. Visol lazzatidan behush bo'lgan shahzoda Uvays xon ovnimi, mahorat mashq qilishni tashlagan edi. Sayyid Ali olib bilan ko'rishgimi kamdan kam vaqt chiqardi. Shu kunlarda u vatanga qaytib tog'sidan taxt saltanatni tortib olishdan iborat maqsad muddasini esidan chiqarib qo'ygandek qiladi. Turponga chaparman mong'uzg'iniga 2 oydan oshgan bo'lsa-mu, texchilar xabar bo'lmaganligi uchun Sayyid Ali olibmi shahzoda bilan bu ishlar to'g'riliq so'zlashishni ancha loyiq ko'rmadi. Shahzodaga gap qilishga petin olmagan sarkarda Bo'ron xo'ja pat-pat Sayyid Ali olibning qishig'i kelib, beshini og'irtatdi. Shahzoda oliylari og'chiga saltanatni tegisharmi amirzodam? Bir gap qilsa bo'ladi. Oshiqmi bo'ldi, to'y qilib murodig'imi yetdi. Amdi yurtga qaytib, toji taxtni qo'liga ilishdan qo'yguchisi bo'ladi. Amir Shayx Nuriddin oliylari vaqti to'y shartimi qo'yibdi-kan. O'zlami shahzodaga vakolatan va'dimi beribdi-kanlar. Bu shartni shahzodaning samiga soldilimi o'zadi? Qachonga chiqaqning dargohida gap turamiz? Deydi Bo'ron xo'ja og'rinib. Oldirimizlar sarkarda. Ostoniga ketgan choparman qaytib kelsalar, shahzoda oliylarini yurtga qaytishga da'vat qilamiz. Deydi Sayyid Ali olib tasalli berib.
shundoq degini bilan sarkarda bo'ron xo'jidan bakrak tit bo'latdi. Olchinbekning yo'liga betaqatlik bilan qaraydi. Gohi vaqtlarda umidsizlanib qolatdi. Sabr qilay. Agal Olchinbek qaytib kelsin. Shu chaqdimi shahzoda oliylari, ya'ni yurtga qaytishga ko'ngil shinisa, ondan o'zim ketaverman. Har qancha bo'lsa-mu, shahzoda el yurtni, onasini, qarindoshlarini unutib ketmas. Said Ali olib ana shundoq dilg'ulliq ichida turgan kunlarda Olchinbek oxiri yetib keldi. Hurmatli radio anglag'uvchi do'stlar, yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining birinchi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Ostoniga ketgan choparman qaytib kelsinlar. Shahzoda oliylarni yurtga qaytishga da'vat qilamiz. Ranjimisizlar. O'zlaringmi uxlab qolgan chog'lar bo'lgan-ku, Amirzoda. Haqiqiy Bahodir degan o'ziga, o'z qavmiga tayinishi kerak.